Endi kadrlarimizda o'rtoqlar yangi formatda olamiz, чтобы sizlar полностью ko'rinish uchun hamma narsa. Karvonni bilasizlar, ish shahar o'rtoqlar. Karvondan shunday kirib kelganlaringizdan, oxiri yetib kelganlaringizdan o'ng tomonda, o'ng tomonimiz. Chap tomonda o'rtoqlar, ko'chaning boshida fasadi 17 40 18. Aytaman, az adashtirmadi. 18 ga 40 metr. Ko'cha, zo'r ko'cha, ko'rib turibsiz, arqalar bilan ko'rsat. Ko'chani boshidan shunday karvondan kirganlaringizda. Narxi juda ham zo'r narxda, $58 ming o'rtoqlar. Kelib ustida yana kelishsanglar bo'ladigan joyi bor. Buni xohlasanglar maydalab, buzib, yangi quradigan bo'lsanglar, по-моему, sotik 7-2 sotik bo'ladi. Uy qurish uchun lokatsiyasi juda zo'r variant. Buni по-моему olganlar по-любому buzib tashlaydi, xohlasanglar yashasanglar ham bo'ladi, xohlasanglar buzib tashlab yangi qursanglar ham bo'ladi. İçlarini ko'rsatish по-моему shart emas, xonalari bor, где-то 4-5 ta xona, kuxnya qilingan, hamma narsasi tayyor. Kimga mana shunaqa lokatsiyadan shunaqa yer, hovli kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar, sразу ishlaringizni o'rtoqlar hal qilib beramiz. Bemalol raqamlar ulanib, egalari bilan gaplashsanglar ham bo'ladi.